Hind kelin 2. Chaldi Sindur. Ebe, ko'tani kelin nima qilyapsiz? Ko'tani kelin yana nimani boshladingizlar? Dada, ona urf odat. Hey, urf odatini o'yin ko'zi o'yim yonib ketadi. O'chir yetmakchi. Sindur sizlarga ham qo'yaylikmi? Yo'q, bizga kerak. Dada, ona sizlarga bitta yangiligim bor. Yangilik degancha ayoqqa patingaki. Nima yangiliging bor? Dada, ona yaqinda nabirali bo'lasizlar. Faqat keliningizni o'zi hech ism qo'yar ekan. Xo'sh, nima ism qo'yayotganlar? Qiz tug'ilsa chatani, o'g'il tug'ilsa vatani. Tavba qilim. Xotin egizak tug'ilsa nima qo'ysa? Bilmasam, Borgin, endi sen butun umr ozodsan. Ibi, mol qayerga ketibdi? Men qara, mol qani? Dada, ko'tani keliniz aytdi. Sigirlarni ko'chaga qo'yib yuborish kerak ekan. Ular ozod yashash kerak ekan. Urf odat. Ibi, mani molim qani? ha ko'tani kelin nima qilyapsan? Ona, dada, bular urf odati shunaqa ekan. O'tlar bosib raso qildilaring, mollarga nima beraman? Agar o't kuymolasa bachasi sog'lom tug'lar ekan. Gandi. Xotinjon o'tdiysanmi? Ha, Nabiramiz. Ibi dadasi, bir adashib Hindistonlik kelin qilibmanda 3-qism chiqishini xohlasangizda like bosib qo'yinglar.